yurish, suzish yoki yengil gimnastika muhim qoida. Mashg'ulotdan oldin, paytida va keyin albatta suv iching. 4-omil, dori-darmonlar va toksinlar. Ba'zi dorilar, ayniqsa ularni nazoratsiz va uzoq muddat iste'mol qilsangiz, buyraklarga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ko'p odamlar bosh og'rig'i yoki og'riqni bosish uchun ibuprofen, diklofenak yoki paratsetamol kabi og'riq qoldiruvchi dorilarni cheksiz ichaverishadi. Bu dorilar uzoq muddatda buyrak to'qimalariga zarar beradi va hatto buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Alkogol va chekish ham buyraklar uchun katta xavf. Spirtli ichimliklar qon aylanish tizimini buzadi. Chekish esa qon tomirlarini toraytirib, buyraklarga yetadigan qon miqdorini kamaytiradi. Natijada ular to'liq tozalay olmay qoladi. Nima qilish kerak? Har qanday dori-darmonni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra va belgilangan dozada iching. Og'riq qoldiruvchi dorilarni uzoq vaqt ishlatmang. Alkogoldan voz keching.